iPhone 13 telefonini bizning do'konimizdan faqat birgina pasport bilan xarid etadigan bo'lsangiz, har oylik to'lovingiz 880 ming so'mdan tushadi. Agar siz rasmiy ish joyiga ega bo'ladigan bo'lsangiz, har oylik to'lovingiz esa atigi 722 ming so'mdan bo'ladi. iPhone 13 telefonini ko'k va oq ranglarini faqat birgina pasport bilan muddatli to'lov xarid qilsangiz, har oylik to'lovingiz 985 ming so'mdan tushadi. Rasmiy ish joyiga ega bo'ladigan bo'lsangiz esa atigi 785 ming so'mdan. Agar siz iPhone 13 bilan qanoatlanmasangiz, sizlar uchun iPhone 17 Pro va 17 Pro Max telefonlarimiz bor. iPhone 17 Pro'ni faqat pasport bilan muddatli to'lov xarid qilsangiz, har oylik to'lovingiz 2 715 ming so'mdan chiqadi. Xuddi shu iPhone 17 Pro telefonini rasmiy daromadli plastik karta orqali xarid qilsangiz, har oylik to'lov summangiz 2 230 ming so'mdan bo'ladi. Agar siz 17 Pro bilan ham qanoatlanmasangiz, siz uchun aynan 17 Pro Max telefoni bor. 17 Pro Max telefonini faqat birgina pasport bilan muddatli to'lov xarid qilsangiz, atigi 2 950 ming so'mdan bo'ladi. Xuddi shu telefonni rasmiy pul daromadi tushadigan bo'lsa, 2 950 emas, 2 420 ming so'm har oylik to'lov bilan xarid qilsangiz bo'ladi. iPhone olamanda bo'lgan jon qizoqlarga bu videoni tashakkur qilinglar. iPhone'ni rasmiy kafolatli va eng bahasi arzon joydan xarid etsinlar. Hammani kutib qolamiz.